Hammaga salom. Bugun biz Androidda StreamChamp'dagi programmada stream qilishni o'rganamiz. Undan oldin kanalga obuna bo'lib, layk bosib qo'yinglar. Bizani kanalimizda 99% odam obuna bo'lmasdan ko'rarkan. Bo'lmasa biza boshladik. Любой bitta brauzerdan Starscape degan programmani o'tkazib olamiz. Bu programma Play Marketda yo'q. Programmani ichiga kirganimizdan keyin shunaqa oyna ochiladi. Biz chap tarafdagi joyga o'tkazamiz, keyin o'ngga suramiz. Keyin bizda overlay qo'shadigan joy chiqadi. Bosib, overlay degan joyni yoqib qo'yamiz. Bu yerda xohlasanglar shorts yoki katta stream qilsanglar bo'ladi. Xuddi StreamChamp'dagi to'g'irlasa bo'ladi bu yerda ham. O'zingizga mos qilib to'g'irlab olganingizdan keyin pluschani bosib overlay qo'shsanglar bo'ladi. Hammasini to'g'irlab olganingizdan keyin donni bosib, yana chapga surib ready bosib, o'zingizga kerakli bo'lgan narsani ulab stream qilaverasizlar. Bu video sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Endi kanalga obuna bo'lib, layk ham bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.